Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun yangi kelgan modelimizni XPS nasoslarimizdan obzori bo'ladi. Bu nasoslarimiz 3 fazali nasoslar bo'lib, bularni 3 xil tezlikda ishlatish mumkin. Ya'ni tezlikni qanaqa qilib o'zgartirish bo'yicha ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni nasosni endi biz o'zimizga oson bo'lish uchun mana bu orqasidagi krishkasini yechib olganmiz. Orqasida mana bu joyi bor. Akkurat krishkasini yechib olinadi. Sal qattiqroq yechish. Endi mana shu joyda mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, 3-skoroz, 1-skoroz hamda tagida 2-skoroz. Buni qanaqa to'g'ri qo'yiladi? Mana tepasida ko'rinib turadigan joyi bor. Prozrachniy joyi bor. Mana shu 2-skoroz. 2-skorozni keyin ham video o'tgani uchun tushirish sal qiyin bo'lyapti. Hozir joyi noqsi ozgina kuch bilan kirgizilsa kiradi. Joylashdi. Endi tepada qaratsa mana 1-skorozda ishlayapti. Xuddi shuni yechib turib o'rnini almashtirilsa yechish sal qiyinroq masala. Ehtiyot bo'lib yechish kerak bo'ladi. Yechib olasizlar. Hamda mana 3-skoroz. Joylashdi. Bunda tepadan qaraganinglarda 3-skorozda. Almashtirish uchun yana texnika bezopasnosti. Albatta tokdan o'zib turish kerak bo'ladi. Ehtiyot shartdan o'chirib, keyin mana shu joyi yechib olinib, o'sha sonlarni to'g'ri kelishiga qarab turib mana bu joyga almashtiriladi. O'shanda tezligi o'zgaradi nasos. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.